Samarqandda ta'lim tizimida xalqaro pedagogik yondashuvlarni amaliyotga joriy etish bo'yicha izchil ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Zamonaviy metodlar asosida tashkil etilayotgan mashg'ulotlar bolalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda xorijiy til ko'nikmalarini erta yoshdan shakllantirishga xizmat qilmoqda. Hududdagi ta'lim maskanlarida ilg'or xorijiy tajribalar o'quv jarayoniga bosqichma-bosqich tatbiq etilib, mashg'ulotlar mazmuni interaktiv yondashuvlar bilan boyitilmoqda. Natijada bolalarda muloqot madaniyati, ijodiy tafakkur va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Hozirda 1-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida Kokore Lingua innovatsion platformasi mashg'ulotlariga joriy etildi. Mazkur tizim yordamida bolalarga chet tilini vizual materiallar, audio topshiriqlar hamda rolli o'yinlar orqali o'rgatilmoqda. Amaliy mashqlar til muhitini shakllantirib, tarbiyalanuvchilarning so'z boyligi va sodda muloqot ko'nikmalarini bosqichma-bosqich mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Maskanda 38 nafar pedagog faoliyat yuritadi. 16 ta guruhda jami 468 nafar tarbiyalanuvchi ta'lim-tarbiya bilan qamrab olingan. Hozirda 3 ta katta guruhda mazkur platforma asosida mashg'ulotlar yo'lga qo'yilgan. Ta'lim jarayoni reja asosida tashkil etilib, har bir guruhda rivojlantiruvchi mashg'ulotlar muntazam olib borilmoqda. Ushbu yo'nalish bo'yicha tuman miqyosida seminar ham tashkil etildi. Unda tuman maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlari va tarbiyachilar ishtirok etib, mashg'ulotlarni rejalashtirish, platformadan foydalanish tartibi hamda natijadorlikni baholash mezonlari yuzasidan metodik tavsiyalar oldilar. Ochiq darslar jarayonida ilg'or usullar amalda namoyish etildi. Seminar yakunida mutaxassislar ta'kidlashicha, xalqaro pedagogik yondashuvlarni tatbiq etish bolalarning aqliy faolligini oshirib, mustaqil fikrlashni rivojlantirish va muloqot ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga pedagoglar malakasi oshadi va ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarish imkoniyati yaratiladi.